Mana uy sharoitida gilos daraxtiga shakl berishni ko'rsatishga qaror qildik. E'tibor beramiz, qanaqa holatda qalin, juda ham o'rmon bo'lib ketgan, tarbiyasi yo'qolgan. Mana bunisining tag qismlarini oldida qaychiga ishlash joylari qoldi. Hozir ularni ham ishlab ko'rsatamiz. Va nihoyat mana abriska jarayoni tugadi. Novdalar erkinligi, oraga quyosh tushishligi, hamma jarayon o'z o'rnida. Yo qara bo'sha yog'onni. Va nihoyat manakay biz gul davriga ham yetib keldik. Endi daraxtimizni ko'rinishi, shakli, bu gilos holatlari qanaqa e'tibor beramiz. Kesmaganda qanaqa bo'lib turadi. Endi tepani qaytarganda tepada e'tibor beramiz. Qanaqa chiroyli novdalar o'tyapti endi. Boshlanadi. Bunda harakat, uyg'onish. Eng asosiysi biz o'rta oralig'ida ochdik. O'rta sentrda ochdik. Mana har tomonda novdamiz o'ziga yarasha yetarli. Novdalarga muammo yo'q. Hosilxonaga keladigan bo'lsa, mana hozir yomg'ir yog'yapti. Yomg'irdan o'ta kuchli oziqlandi. Yana qalin bo'lganda, oldingi holatda turganda ichki qismlar qalin bo'lib, gullar changlanolmasdi. Yomg'ir ko'p turib qolib, chirib qolardi. Mana bemalol bir shamolda ham sergib o'zida qaytib qoladi. Tagidagi suv endi to'g'ri bu hozirroq suv ko'p haydab kelibdilar. Buni hozir chiqazib yuboriladi. Muammo yo'q unda. Daraxt maza qilib suv ichyapti. Tana erkinligi o'ta go'zal. Juda ham go'zal. Shu o'rinda men sizga bir misolni keltira olaman. Bitta tana yo'g'on tanani bog'bonlarimiz kesishga qo'rqyapti. Mana bu novdamiz, daraxtimiz soyada qolib ketib, bu ham gilos bo'lib, soyada qolib ketib, mana daraxt soyasida qolib ketib, bir tomonda tepadan 2,5-3 metrdan shoxchalab ketgan edi. Biz buni qisqartirdik. Bu oladimi degan savolimizga mana javob. Xudo xolasa buni videolar bilan ko'rsatib boramiz. Mana kurtaklar ishlab boshladi. Bu tomonda mana endi chiqarib boshladi. Xudo xolasa keyingi videolarda hammasini o'z o'rnida qo'yib boramiz. Mana katta giloslarni oddiy olchalarni nima deydi? Sariq gilosga aylantirish. Bularni bitta o'shani sal teparoqdan qo'yib yubordilar. Oladimi degan savolga mana javob. Ulangan payvand. Buni tarbiyasini chiroyli holatda qilib boryapmiz. Mana e'tibor beramiz. Juda go'zal ishlayapti endi. Mana bu yaqinlik bor. Buni nima qilamiz? Buni bunday qilib bo'ylaymiz. Mana e'tibor bering, qanaqa chiroyli holatda ochilib boradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha